Yoshi katta otaxonlarni prostata bezi adenomasi, jinsiy zaiflik, qovuq toshlari, chov yorg'oq chuvrasi, ya'ni pax va grija bezovta qilib juda ko'p qiynaydi. Prostatada adenoma rivojlanganda peshob oqimining sustligi, tez-tez siyish, chala qolish, hattoki umuman siyomaslik holati ham kuzatilishi mumkin. Endi yosh katta degani jinsiy aloqa qilmaslik kerak degani emas. Hozirda klinikamizda prostata bezi adenomasi uchun ochiq operatsiyalar, tur, xolep, milep lazerlari orqali adenomani butunlay olib tashlash yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari jinsiy zaiflikka yechim sifatida 1 va 3 komponentli penil protezlarni yosh katta otaxonlarga qo'yib berib, qaytib yana 18 yoshda qilib bermoqda bizni. Qovuq toshlar va siydik yo'lda uchrovchi toshlarni hech qayerni kesmasdan endoskopik usulda tabiiy teshiklar orqali kirib borib, lazer orqali maydalab, to'liq davolab kelmoqda bizni. Chov chuvralarida, ya'ni pax va grijalarda esa setga qo'yish amaliyoti orqali kattalashib ketgan moyakni kichraytirib, og'riqsiz o'z holiga qaytaryapmiz. Jinsiy zaiflikda to'liq yechimi, penil protezlar, prostata bezi adenomasini to'liq yechimi, lazer operatsiyalar, qolaversa boshqa urologik xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga yoki Sintez Lab klinikasiga murojaat qilishlaringiz mumkin.